Mana gap o'ynaydi-ku ayollar, yig'ilish. Pulli gaplarda yig'ilish. 6 oy mana sanaymiz deydi. Mahalladagi xotinlar bilan gap deydi. Sinfdoshlarim bilan gap, kursdoshlarim bilan gap deydi. Qarindoshlarim bilan gap deydi. Opa-singillar alohida gap deydi. Ishxona kollektiv bilan gap deydi. Endi o'tgan yil mana hajga borib keldik, bildingiz, opangiz bilan dedi. Ha desam, ertaga kelgandan keyin hoji birodarlar bilan gap deydi. 7 ta gap ekan deydi. Har 3 kunda maishat bo'laverib, qoni quyilib ketganmi deydi. Bir vaqt keyin gup etib kranni oldi, tashladi deydi. Davleniyasi ko'tarilib, hoy ko'tar bilan qo'qib ketdik deydi. Olib borib bansiga joylab, 1,5 haftada zo'rg'a o'ziga keltirdik. 10 kunga yaqin banisida yotdi deydi. Bir xudo qaytib berdi, uyga olib tushdik deydi. Ehtiyot qilaverasizlar deyishdi. Uyga olib tushganimizdan keyin ertasi kuni qarasam deydi, oynani oldida pardoz-andozlarni qilib tayyorgarlik qilib turibdilar deydi. Ha, desam, gapga. Qanaqa gap xotinjon? 1 oylik gapingizni bonus tugagan, 7 ta gap bu oy oxirida turib biz o'tib bo'ldi-yu. Yana qanaqa gap desa, yo bu ani banisidagi palatadosh dugonalarimizning gap.